Assalomu alaykum aka ukalar. Umarvoz aka ukalar. Hamma tinchmi? Hammaning ishlari yaxshimi? Mah. O'shamo aprelning boshida chiqqan aka ukalar. Makanam o'shamo. 4 kilo 200 besi. Bitta yengilgina bekor chiqilingan. Telegram kanaliga tashlangan. Telegram kanaliga o'tsangizlar ko'rasizlar, xudo xolasa. Baland jo'ja. Qanotini o'ng tomon qanoti yoshligida cho'kishib shiram bo'lgan. Zo'r baland jo'ja. Chataklari ham zo'r. Kelishib qolsak sotamiz. Xudo xolasa. Aka-ukalar sotamiz. Barter qilmaymiz. Barter kerakmaydi. Fakat satamiz. Kelishtirib. Juda ham katta bo'ladigan jo'ja. O'shamo. Aka-ukalar bu Imperiya Shamodan Aliksidan kelgan xo'roz tovuqlardan chiqqan bular. Bozorniki emas aka-ukalar. Shuni farqiga boringlar. Ko'p aka-ukalar bozorni puliga so'rayapti-da. Shuni janglarini ko'ringlar. Uyaltiradigan narsalar emas. Endi aka-ukalar bular tay yutib beradi deb maqtanmaymiz-u. Lekin pulini oqlaydi. Tay yutadiganlarning puli ham toyday bo'ladi. Narxi. O'shanga kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Kommentariy yozmanglar. Kommentariyada gaplashib kelishib bo'lmaydi. Musofirdagi aka-ukalar ham sog' salomat ishlab kelsin. Mana vataniga. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar.